Yuvalash nima janjal? Mana ovsinlari oxiri qo'ran qozon bilan yarim baklashga moyga chaqitmoqchi. Ovsin, siz kenja o'g'ilga kelin bo'lgansiz-ku. Mana sizga uy qolyapti-ku. Ha, uyni remont qilguncha yangi uy sotib olishlaringiz tushadi-ku. Bu yangilar ham toza dasmol bo'lar ekanda. Yaxshi ham uyda baloni yo'q ekan. Bo'lmasa uyni ham sudrab ketikansizlar. Aka, buni parnikka ozgina qarashib yuring. Sen uyda qoldingmi? Parnik seniki. Kerak bo'lsa o'ting qil. Mani xotinim urishadi. Ekin ikish vaqt parnik meniki. Hosil teradigan payt otamdan qolgan parnik deb satilchang ko'tarib yildan bir kelib olasiz. Ha, mayli, yaxshi o'tiringlar. Charchamangizlar. Mana ayam tug'ilgan kunni o'tkazib oldik, ha? Bir xilma idish tovoqlar bor. Endi shuni birgalashib yuvib olamiz, ovsinlar. Voy, srochno uyga bormasam, tovuqlarim agarda payxon qilib tashiydi. Voy, sho'rim, men ham shoshyapman. Uyga borib sigirlarni sog'ishim kerak. Yebicharga vaqti bor. Qolgan payti shashadi. Non bilan terimizni ham qo'parib ketdimi? Ovsin, qaynonamizni darsiga ozgina yordam qilib yuboringizlar. Voy, aytsam ishonmaysiz, umuman sharoitimiz yo'q. Kecha mana даже donga pulimiz yo'qligidan shashlik to'sini yedik. Yanga, qarzdlaringizni bersalaringiz, qaynonamizga darmoqchi edik. Voy, u qarz emas, nevaralarga yordam pul edi. Bizlar qaynonamga pul bersak, qarz bo'ladi. Qaynonam bizlarga bersa, nevaralarga yordam puli bo'ladi. Ikkinchi o'g'ilga tegmay o'lay. Aya, pensiyangiz chiqibdi. Necha yaxshi, ozgina bo'lsa ham qarzlarimizni berib olaykanmiz-da, ha? Voy, yarmini menga bering, meni ham bolalarim katta emas-ku. Voy, qolgan yarmini menga bering, meni ham erim dayasi-ku. Uyda ish bo'lsa yo tashvish bo'lsa, sizlar chiqib ketgansizlar. Pensiya desa-da, ayam eslanga tushib qoladi. O'raqda yo'q, mashaqda yo'q, xirmonda hozir deb shuni aytsa kerak. Aytdim-ku, ikkinchi o'g'ilga tekkani sho'ri bor ekan deb. Sizlarda ham shunaqami? I love it, I love it, I love it.